Bu mening otam edi. U mening eshigim to'g'risida turardi. Yelkasida o'sha paytda taqib ketgan ryukzaki bor. Hammasi 3 oy oldin boshlangan. U bilan kompyuter oldida o'tirar edik. Eshik qattiq taqilladi. Yugurib borib ochdim. Eshik oldida nimadandir qattiq qo'rqib ketgan oyim turardi. U darrov eshikni qulfladi. Nima bo'ldi? Meni 2 g'alati kishi quvladi. Ulardan birining hamma yog'i qon, balki bo'yoqdir, bilmadim. Ulardan qochib pod'yezd eshigini yopdim. Politsiyani chaqirish kerak. Balki ular prankerlardir. Hozir ular butunlay aqldan ozgan. Shu payt ko'chada nimadir gumburladi. Hammamiz deraza oldiga yugurib bordik. Ko'chada tekis joyda avariya yuz bergandi. U yerda tushunarsiz hodisalar yuz berayotgandi. Keyingi 2 kun davomida biz hech qayoqqa chiqmadik. Televizorda odamlarga tashlanayotgan telba kishilarni ko'rsatishardi. Bu bizga Hindistondan kelgan yangi kasallik deyishdi. Odamlarni uyda o'tirishga chaqirishardi, lekin oziq-ovqat ham tugab borardi. Qo'shnilarimiz ko'chaga chiqa boshlashdi. Ko'pchiligi qaytib kelmadi. Zararlanganlarning tishlab olishidan saqlanish kerakligini aytishardi. Odamlar ko'chada o'lib yotishardi. Kechqurun uyimizga qo'shnimiz Valeriya amaki keldi. Ular oshxonada otam bilan nimanidir uzoq muhokama qilishdi. Ertasi kuni ular qayoqqadir ketishdi. Ular 3 soatdan keyin qaytib 3 korobka yegulik olib kelishdi. Konservalar va un. Shu tariqa ular bir necha marotaba olib kelishdi. Dadam 2 oyga yetib qolsa kerak deb aytdi. Bir haftadan keyin chiroq o'chdi. Keyin suv ham kelmay qoldi. Oziq-ovqat ko'p edi. Ular anchagina olib kelishgandi. Keyin Valeriya amaki ketib, qayoqqadir g'oyib bo'ldi. Dadam uni qidirishga qaror qildi, faqat uyni atrofini qarab chiqishga va'da berdi. Oyim uni qo'yib yuborgisi kelmasdi. Lekin dadam so'zda turib oldi. U ertalab ketdi. Kun bo'yi biz deraza oldida turdik. Ba'zida balkonga ham chiqdik. Ammo ko'chada hech kim ko'rinmasdi. Hech qanday yangilik yo'q edi. Hech kim hech narsani bilmasdi. Nima uchun harbiylar kelib aholini evakuatsiya qilishmadi? Balki hech qanday harbiylar qolmagandir. Butunlay yolg'izdirmiz. Oradan 2 kun o'tdi. Onam kechalari menga sezdirmay yig'lab chiqardi. U zaruratsiz ko'chaga chiqma deb meni ogohlantira boshladi. Nima qayerda turganini ko'rsatardi. Bu meni xavotirga solardi, xuddi u meni yolg'iz qolishga tayyorlayotgandek edi. Keyin u kasallandi. Bu sharoitda kasallikni yenga olmasligini, bu yerda qolsa menga muammo tug'dirishini aytdi. Uning aytishicha o'liklar tirilarkan. Bu men uchun juda xavfli bo'larkan. Eshitganlarimga ishongim kelmasdi. Oyim bularni tez-tez takrorlardi. Oxirgi kunlarda u o'rnidan turmay yotdi. Ertalab men oyimni o'rnidan topmadim. Qanday qilib o'rnidan turib ketishga kuch topa oldi ekan? Bilmasdim. Qanday qilib shortik va futbolkada ko'chaga chiqib qolganimni anglolmay qoldim. Telbalarcha baqirib oyimni chaqirardim. Ovozimni eshitgan murdalar men tomonga yaqinlasha boshlashdi. Shundagina uyqudan uyg'onganday bo'ldim. Men o'zimga kelgan edim. Hozir meni bo'laklarga ajratib tashlashadi. Shu paytgacha ota-onam men uchun qilgan harakatlari chippakka chiqadi. Yugurib uyga kirdim. Hamma eshiklarni qulfladim. Yostiqni quchoqlab xo'ngrab yig'ladim. Oldin otamni yo'qotdim, endi oyimni ham. Ehtimol oyim ham o'sha yerda, murdalar orasidadir. Endi bo'lsa dadam qarshimda turibdi.
Nimaga u qaytib keldi? Bu yerga qanday kirdi? Demak, u hamisha shu yerda, podyezdda bo'lgan.